Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli do'stlar, aziz ziyoratchilarimiz. Biz Arafat tog'i, Arafat maydoniga keldik. Biz bilan birgalikda ziyorat, ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga xizmatlarni tavsiya qilaman. Albatta o'zim ham shu yerda kishi guruh bilan birgalikda 50 bosh mehmon tashqari sizlarni ziyorat, ibodat qilishlik uchun maxsus shaxs sifatida qo'yilganmiz. Hozirda Farg'ona, Andijon, Namangan reyslar qo'yilgan. Toshkentdan deyarli har kun reyslar bor. Aloqa qilsangiz qo'shimcha ma'lumot berib boraman. Mana hozir ziyoratchilarimiz bilan birgalikda Arafat tog'i, Arafat maydoniga keldik. Albatta hozir quyidagi nomerlar qoldirib qo'yaman, bir qator telefon qilib ma'lumot olsanglar ham bo'laveradi. Arafat maydoniga keldik. Hojilarimiz, ziyoratchilarimiz birgalikda hammalari kayfiyatlari bugun ertalabda olib keldik. Chunki ertalabda ziyorat, ibodat boshlasak, chiroyli holatda olib borishingiz mumkin. Kayfiyat chiroyli holatda, ibodat, ziyorat ham chiroyli o'tadi kun davomida. O'zimizda mevalar bordek, bu yerda mana shunday tayyor mevalar qilib qo'ygan, to'g'ri sharbatlarni chiqarib qo'ygan. Olib bemalol yeb ichishingiz mumkin suvlardan. Ziyoratga kelgan insonlarga tavsiya qilaman, qaranglar, yo'llar bo'm-bo'sh. Bir oydan keyin bu yo'llarda kelgan inson video qilib yoki o'zi his qilib ko'radi. Hozir juda ham odam kam, kelishinglarni tavsiya qilaman, ko'ryapsizlar. Bitta ikkita guruhlar yuribdi. Issiq emas, kelib bemalol ibodat, ziyorat qilib kelsangiz bo'ladi. Yo'llarda mana marojnalar bor. 5 riyol, 10 riyoldan olib kelsangiz ham bo'laveradi. Yo'llarda avaylar, ko'ynaklar bor. Xizmati materialni olib yeb ko'rganda bilinadi endi. Yo'l-yo'lakayda o'zida bozor bo'ladi mana shunday. Qolgan video lavhani endi Arafat tog'iga chiqqanda ko'rsatamiz inshaalloh do'stlar. Kadrdan uzoqlashmanglar, videoda. Eli boshimiz birgalikda va yurtbalar kelyapti. Robbing nasib qiladi bugun baromingdan bugun aytmayman bugun she'rlaringdan qolib ketaman bugun qiyomatda mendan milliondan ham bitta zarracha nimasi ashib qoladi. Jannatga bandalar ketganda odamlar shunaqa qolib qoladi. Hattoki eng oxirida to'ng'izdan kelib turadigan shayton alayhilar. Shayton ham boshqa kelib qoladi ekan. Hamma bandasini Rasulullohning hamma kunlarini vosvos deganida, qonida deganida qonida. Hammasini gunohiga tegayapti, degan gunohiga tegib Allohni shayton kallasini ko'tarib qolar ekan. To'ng'iz aytadi: "Ya Robbi, meni go'shtimni harom qilding, ichim yemaydi meni go'shtimni." Narsalar qilgansan, men ham musulmon bo'lganimda seni qanday qilganim bilan jannatga kiramsan desa, almashlarni ko'rsatar ekan Alloh. Qanaqa bo'lib qolishi mumkin-ku deydigan. Gunohkor, alqash, sigaret chekkan, tosh chekkan, vino ichgan, shularni ko'rsa, hattoki to'ng'izdan astag'firulloh deydigan. To'ng'iz bo'lib yaralganimga shukr deydigan. Xudoy taoloning zamonini ko'rishdan to'sadigan narsa sigaret bo'ladi. Nimaga desa, mana erkaklar sho'pilari biladi. Ishlar tumanida mashina minish qiyin. Zaruriyat bo'lsa chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Qiynalaman, ko'rgan ham jazo. Har bitta sigaret tortib, ustida chiqqanda Xudoy taoloning zamonini tumanida qo'yadi. Ko'rolmaydi. Endi qabul qilmaydi.
berib keladimi hajiga, 100 ming dollar berib keladimi, shu Arafatga shu saroy berigidan o'tmasa haj bo'lmaydi. Mana bu kelgan bizga. Mana o'ng qo'limizda kelyapti saroy. Arafat deb yozib qo'ygan. Startda. Shu joyda o'tmagan hajda haj bo'lmaydi. Arafat maydoniga biz o'zimiz tilimizda aytganda Arafat territoriyasiga kirdik inshaalloh. Haj mavsumida kelsa, Arafat tog'i shu joyda qo'mni faqat oq ehram kiyilgan odam qo'mlari drondan Instagramlarda ko'rib qolamiz, dronda ko'rsatadi, faqat odamlar, faqat oppoq ehromda bo'lgan. Ertaman kelarida bu yerda peshin bilan asrda bitta o'qiladi, shom bilan xuftonni bitta o'qiladi. Shunaqangi duo ijobat bo'ladigan joyki, endi pastga tushib tushuntirib beradigan bo'lsa vaqtimiz ketadi, hatto biz aytib qo'ya qolamiz. Arafat degan arab tilidan olib uchrashuv degan ma'noni bildiradi. Arafat degan uchrashuv. Odam ato bilan mana havo 300 yildan keyin jannatdan haydalgandan keyin 300 yildan keyin shu joyda uchrashgan. Hozir bu joyga pastga tushganimizda shu Arafatning oldida bir masjid bor. Minorasi ko'rinadi. Shu masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma namozini o'qiganlar. Hijriy yilini 10-sida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib juma namozini o'qib berganlar shu joyda. 9-sida esa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'qib berganlar. Masjidning nomi Namira deyiladi. Namira masjidi deyiladi. Hozir minorasi ko'rinadi, 4 ta minorasi bor. Shu masjidda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xutba o'qiganlarida orqada sahobalar yig'lagan ekan. Hazrat Ali so'ragan ekan, "Ya Ali, Hazrat Ali Usmondan so'ragan ekan, "Ey Usmon, nimaga yig'layapsiz?" desa, "Xutbani eshitmadingizmi? Rasulullohning oxirgi vaqtlari shekilli. Xutbani shunaqangi o'qiyaptiki, xayrlashganda bo'lib o'qiyapti." deganlarida shu joyda oxirgi juma namozini o'qigani shu joy bo'lgan ekan. Bundan oldin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ham kelib shu joyda jumaga imomgarchilikka o'tib juma namozini ado qilib ketadigan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mahsharga chiqqanlarida namozni mana hammamiz bilamiz 50 mahal deb aytgan Xudo taolo 50 mahal o'qisin ummatlaringiz deganda Musa bo'lib qaytib tushganlarida Musa alayhissalom nima degan? Ya Rasululloh irja degan, orqaga qayting degan. 50 mahalda o'qiy olmaydi. Ya o'qiydi, yo o'qiy olmaydi. Siz Allohning suyukli bandasi, suyukli habibisiz, suyukli payg'ambarisiz. Siz chiqib so'rang, sizga beradi. Hattoki mahshargohga olib chiqqanda Jabroil alayhissalom 40 ming pardani orqasida qolgan ekan. Ya Rasululloh, bu yerga bizga ruxsat yo'q, o'zlari yuradilar endi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh bilan yakkama-yakka suhbatga chiqdilar. Xudo taolo oldiga chiqib, "Ya Robbi, men ummatlarim 50 mahal o'qolmasa, namoz o'qimaganlarni, namozni qoldirganlarni sen azoblayman desang, men ummatlarimga qiyin bo'ladi, sal yengillik bergin desa 30 mahal o'qisinlar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xursand bo'lib tushib ketgansalar, Musa alayhissalom yana to'xtadi. "Ya Rasululloh, nima bo'ldi? 30 mahalga tushib berdi. Alhamdulillah. Irja dedi, qayting. 30 mahal ham o'qolmaydi. Qayting. Siz suyukli payg'ambarsiz. Sizga xo'p deydi, qayting desa yana qaytib boradi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. "Ya Robbi, oxirgi ummatlarim qiynaladi ekanda, 30 mahalda ham o'qolmaydi ekan. Shuni Robbim yengillashtirib bersang" desa, ummatlaringizga ayting, 10 mahal o'qisinlar deydi. Yana qaytib tushib ketsa, yana Musa alayhissalom yuguradi. Musa alayhissalom yana aytadi, "Irja, qayting. 10 mahal ham ko'p o'qolmaydi." Yo'q, o'qiydi, yo'q, o'qolmaydi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3-marta chiqqanlarida nima qilganlar? Peshonasini 40 ming pardani
yonidan peshonasini yerga sudrab borganlar. Xudo taolodan oldin. Habibim, nima bo'ldi sizga? Turing. Nimaga bunaqa holatga keldingiz desa, ya Alloh, oxirgi ummatlarimiz farzandlari ko'p bo'ladi. Ha? Tirikchiliklari qiyin bo'ladi. Namozlarni kechki o'qib qolsa, boshqa bo'lsa, sen azoblayman desang, oxirgi ummatim qiynalib qoladi, ya Robbi, yengillashtirib bergin desa, bo'lmasa ummatlaringizga ayting, 5 mahal o'qisinlar deydi. Damlot, peshin, asr, shom, xuftonda o'qisinlar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lib qaytib kelayotsalar, Musa alayhissalom bilan yana ko'rishadi. Musa alayhissalom yana aytadi, "Irja qayting ya Rasululloh." "Yo'q, men qayta olmayman." "Yo'q, qaytmayman. Meni ummatim 3 mahal namozni o'qolmagan" deydi Musa alayhissalom aytadi. 3 mahal namoz o'qolmagan. Rasululloh deydi shunda, "Meni ummatim shunday ummatiki, o'zini habibini, o'zini payg'ambarini qiyomatda hijolat qilib qo'yadigan ummat emas" deydi. Endi bu degani ma'nosi, bir vaqt namozni ham qoldirmaydi, namozlarni vaqtida ado qiladi, qiyomatda meni hijolat holatiga qo'yib qo'ymaydi degan ma'noda deydi. Qiyomatda ham, qabrda ham birinchi bo'lib namoz so'raladi ekan. Namozingiz yaxshi bo'lsa, inshaalloh qolgan gunohlarni Xudo taolo kechiradi. Inshaalloh aziz vatandoshlar, har bitta ziyoratchi kelganda ahamiyat berishinglarni tavsiya qilaman. Shu videoda qisqa ma'lumot berib qo'yaman. Ko'ryapsiz, Arafat tog'iga kelganda ziyoratchilar juda ko'p keladi. Misrda, Indoneziyada avtobus raqamlari bo'ladi. 167 ekan bizniki. Ana shunday avtobus raqami yoki joylashuvni yodlab, albatta avtobus raqamini yodlab olishinglarni tavsiya qilaman, chunki yo'qolib qolmaysizlar. Yurtpadan ajrab bir o'zingiz qolsangiz ham kelib topib olish osonroq bo'ladi. Arafat maydoniga keldik, Arafat tog'iga ziyoratchilarimiz bilan birgalikda. Qolgan kadrlarni yo'l davomida qo'yib boramiz inshaalloh albatta.